bor, shakllar. Bittasini olib qo'y. Do'stlar, assalomu alaykum. Mana biz aeroport Puka turibmizda, akalar. Mana bu yerdan kelasizlar, yaxshi kelsalar, Allohga shukr. Mana bagajdan olasizlar. Mana akalar, mana shu yelkasiga qarab, sumka bir xil bo'lganingiz bilan firma bir xil. Firma ko'p ishlab chiqaradi. Mana familiyaga qarab olingizlar. Mana bizni munosib ukamiz familiyaga qaramay, endi sumkasi ham xuddi shunaqa bo'lgan. Olgan, ko'targan, ketgan. Mana o'sha hozir unasini mana qog'oz to'ldir, nisa jaqir, sadaqalar keldi, yana ochadi unasini. Do'stlar, iltimos qilamiz, shu uchib kelasizlar, bagajlarni yelkasiga qarab olingizlar iltimos. Boshqa birov sumkasini ko'tarib ketmangizlar. Yugur ko'p bo'ladi. O'zingizga kerak narsa ko'p bo'ladi. Bu ichida narsalaringizni olib kirasizlar. Sumka bir xil emas, shu glavni shunisiga qarab olingizlar. Belgilangan saviya kassasidan bu maslahat, shundaymi? Aeroport Puka.